Mana uyga ham yetib keldik. Yo'lda qovun ko'rib qoldim-da. Dadasi qovun yeyim kelyapti dedim. Bir xillar hayronman, eridan biror narsa so'rasa qo'rqib so'rar ekanda. Bizda unaqa qo'rquv degan narsa yo'q, yaxshi ko'rish degan narsa bor-da. Ko'proq dadajon so'rasa yegim kelyapti dedim. Voy, qovun olib keldi. Qovun olib keldi. Mazza qovun yapsiz. Kelinglar qovunga. Qovun yeymizmi birga? Haligi dalada yursak yo bo'lmasam boshqa qo'shnilar ham ko'p aytadi-da, qanaqa eringizdan qo'rqmasdan narsa so'raysiz, eringizdan qo'rqmaysizmi? Unday demaydiman, bunday deyman. Bilmasam biz xotin yo'q hurmat qilgani, qo'rquvga hurmat umuman aloqasi yo'q shekilli, bilmayman. Shaxsan biz xotin naborot deyman-da. Mana meni bir-birimizga lekin ko'p aytamiz. Boringga shukur deb aytadilar. Men ham Xudoga shukur deb nima qilaman. Lekin hech ham erimdan qo'rqib, yolg'iga qilgan nimam yo'q ekan. Bir-birimizni nima tushunamiz. Boshqalar bilmayman.